Jarqo'rg'on tumanimizda Yevrometan, ya'ni sovutilgan metan haqida o'tgan safar video qilib ko'rsatganman. Bu safar sizlar bilan 92 benzinni oktanini, ya'ni sifatini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana azizlar, qo'limda oktanning uskunasi turibdi. Hozir benzinni oktanini o'lchab ko'ramiz. Qo'shing. Ko'ryapman. Yaqinroq olib keling. Mana azizlar, ko'rib turibsizlar. 99 oktan ko'rsatyapti. 100% sifatli benzin degani. Hozir endi sizlar bilan propan va metanlarni ham ko'rib chiqamiz. Italiya davlatida ishlab chiqarilgan Fornovo gaz kompaniyasining eng so'nggi avlod mana bu ikkita super quvvatli gaz kompressorlari va mana bu gaz kolonkalari korxonaning muhim ustunligi hisoblanadi. Bu yerda Yevropa standarti bo'yicha gazni 8 bosqichli filtrlash va plus 16 gradusda sovutish avtomobil uchun ekologik toza gazni taqdim etadi. Bu qo'shimcha 50-60 km masofani bosib o'tishingiz mumkin degani. Siz bu yerda 24 ga 7 sifatli propan yoqilg'isini topsangiz ham bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek M41 yo'li, ya'ni Termiz Denov yo'nalishi mana bu Jarqo'rg'on poskasi hisoblanadi. Termizdan kirib kelishingizda shundoqqina chap qo'l tarafingizda joylashgan, Jarqo'rg'ondan Termizga chiqib ketishingizda o'ng qo'l tarafingizda joylashgan. Sizlarni Yevrometanda kutib qolamiz.